Alloh taoloning ismul azami, eng buyuk ismi. U shunday bir ismki, u ismni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilinar ekan, albatta ijobat bo'ladi. U ismni o'rtaga qo'yib so'ralar ekan, albatta Alloh taolo ato qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu ismi Alloh taoloning eng ismul azami deb tayinlab bizga belgilamaganlar. Toki musulmonlar Alloh taoloning hamma ismlarini o'qisin, o'rgansin, yaxshi ko'rsin va ular bilan duo qilsin. Siz muayyan holatingizda Alloh taoloning ismlaridan qaysinisiga muhtojroq bo'ladigan bo'lsangiz, shu siz uchun ismul azam bo'ladi. Agar siz faqir, kambag'al bo'lsangiz, Alloh taoloning Al-G'ani ismi, behojat, boy ma'nodagi ismi. Sizga mana shu ismul azam bo'ladi. Agar siz zaif, nochor bo'lib turgan bo'lsangiz, Alloh taoloning Al-Qodir ismi siz uchun ismul azam bo'ladi. Agar adashgan bo'lsangiz, Al-Hadi, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismi, Al-Hadi ismi siz uchun eng ulug' ism bo'ladi. Kasalmisiz? Ash-Shafi ismi sizga ismul azam. Yordam kerakmi? An-Nasir ismi sizga ismul azam. Mustormisiz? Al-Mujib ismi bilan Allohga duo qiling. Muayyan holatda muayyan